Nega odam o'tirishi bilan birinchi bo'lib so'raydigan narsa shirin atirli hidi kelyapti, nima qo'ygansiz deydi. Mana shu atirlardan olib kelib qo'ydi sizlarga ham. Ichida 6 xil o'zini zo'r atirlari chiqadi. Mana shunaqa kichkinagina ko'rinishda bo'ladi. Mana bu kech payt potsvetlar yonib turadi. Buni xohlasanglar pechkalarga qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar tarpetkani xohlagan joyiga o'zingizlar yopishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Orqa tarafda nasatkalar bor. Bu yoqda nasatkalar chiqadi, 6 xil atiri chiqadi. Narxi nima bor? 150 ming so'm qilib qo'yganmiz u. Xohlasanglar qora rangi bor, xohlasanglar oq rangi bor. Mana magnitli bo'ladi. Shunday ilib oladi. Mana buni ochasizlar, atirni bemalol alishtirsanglar bo'ladi. 6 xil atiri. Atirni ham navoda tugab qolsa, alohida do'konimizdan 6 tasini 80 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Mana aparatlari общемashtirishi 150 ming so'm. Yaqinlarga sovg'a qilsanglar ham, korobkalari ham sovg'aga mos, o'zini mana shunaqa chiroyli korobkalarda bo'ladi. O'zingizlar ham ishlatishga olsanglar, ichida zo'r atirlari bor. O'zingizlarga yoqqanlarni qo'yib qo'yasizlar. Mana shunaqa pechkalarga akkuratni qilib bir chekkalarga shuni yopishtirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hech ham ko'rinmay turadi. Bu o'zi vaqti bilan ishlaydi. Zaryadkali bo'ladi. Zaryadkalar ham ancha ketadi. Navodan bitta chiqishini ko'raylik mana. O'chirib, yoqib, taymerli qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hidlari zo'r chiqib turadi.